ichyapman. $1000 Toshkentda davolanganman. Yana tomirim chiqqan. Endi hozir Omega Circofit suvni ichyapman. Tomirlarim yumshab, umuman yo'qolib yurib boshqa nimanda tromblarim yaxshi yurib ketyapti. Circofit, Omega 3 suv. Mana hozir yana olyapti. Yana ikkita zakaz qildi. Lekin natijasi zo'r. Hayotda nimamda shuni ichib yuraman, lekin haqiqatda zo'r. Hozir qaynopaman, insult bo'lgan, miyada tromb bor, mana Circofitni nima qilyapmiz, beryapmiz. Buni Omega nimaga olyapsiz? Bilronlarga. Bilronlarga nimaga olyapman? Asha nimaga? Nimaga? Davolar sahrga ham, keyin farzand nimasi ko'rmaganlarga, keyin insult bo'lgan opamga. O'zida natija bilan kelgan opaman. Birinchi o'zim nima bilan kelganman? Ichak, yo'g'on ichak kasalim bilan kelganman, onkologический bo'lib. Lekin shu yerdan rosa shifo topdim, Allohga shukr. Zo'r bo'lib ketdim. Hatto onkologlar ham yo'q, 5 baho dedi. Immunitetni yaxshi qilish kerak.